Salom. Hozir taxminan soat 2 bo'ldi. Dam olish kunlarimda odatda uncha ko'p ish qilmayman. Shuning uchun ko'pincha xonamda bo'laman. Shuning uchun bugun sizlarga dam olayotganimda nimalar qilishimni ko'rsatmoqchiman. Avvalo, endi uyg'onganim sababli yaqinda men Fender Gistom Shop'dan yangi gitara sotib oldim. Fender Custom Shop. U biroz Eric Clapton gitarasidan ilhomlangan. Shuning uchun uni sotib oldim. Chiroyli, shunday emasmi? Dam olayotganimda aslida hech qanday alohida ish qilmayman. Shuning uchun sizlarga mehmonxonada gitara chalayotganimni, ishlatayotgan jihozlarimni ko'rsataman. Bu mini kuchaytirgich. Bu narsa rostdan ham ajoyib. U juda qulay. Shu mini amplifikatorni o'zim bilan olib yuraman. Juda zo'r. Va ancha eskirib qolgan bo'lsa ham, men Ualtix 1.0 mediatordan foydalanaman. U aslida ishlaydi, lekin ishlanaverib mana shunday bo'lib qolgan. Oldin uchi o'tkir edi, keyin yeyilib ketdi. Shunday yeyilib boradi. Xullas, va kabellar masalasida uyda nima bo'lsa o'shani olib kelaman. Gitara g'iloflari. Odamlar har xil turdagi g'iloflardan foydalanishadi. Men esa mana bunisini ishlataman. Menda shundaylardan ikkita. Bittasi telegitaramni olib yurish uchun. Albatta, ikkala gitaramni ham o'zim bilan olib yuraman. Bu safar start gitaramni olib keldim. Ammo ikkalasidan ham foydalanaman. Ko'pchilik odatda M brendidagi g'iloflardan foydalanadi, lekin men buni arzon deb o'yladim. Menimcha, Busandagi konsert payti edi. Koreyalik bo'lmagan sessiya musiqachilaridan biri shu g'ilofdan foydalanayotganini aytdi. Shunda men ko'pchilik shundan foydalanadimi deb o'yladim va sotib oldim. Bu kuchaytirgich juda yaxshi ishlaydi. Bu yaxshimi? Bu juda yaxshi ishlayapti. Kichkina narsa bo'lishiga qaramay yaxshi ishlar ekan. Shunchaki men odatda mana shunday dam olaman. Shunchaki gitara chalib, biror bir kuyni chalib ko'raman. Muayyan bir qo'shiq emas. Shunga o'xshash narsalarni biroz mashq qilib yoki biror kino, serial platformasini qo'yib, doim mana shunday qilib o'tiraman. Ayniqsa gastrol paytida u juda ko'p narsa olib keta olmaymiz va shunday holat sodir bo'ladi. Bankdan olama Telegram kanali uchun Yunmin tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Shunchaki u yoq bu yoqdan ko'rim mashq qilaman. Umuman olganda mening yangi gitaram
Bir muddat AQShda albom ustida ishlab yurganimda, undan keyin esa juda band bo'lib ketib, gitara chalolmaganim uchun bu galgi gastrol davomida gitara chalish mahoratimni oshirmoqchi bo'ldim. Va keyin Namjoon ham bas-gitara bu galgi gastrolda olib kelishga qaror qildi. Bu galgi gastrol biroz uzoq davom etayotgani sababli nimadir bilan shug'ullanishimiz kerak-ku. 안녕. Uni gitara chalishini tomosha qilish ham juda yoqimli. E'tibor uchun katta rahmat. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman.